Birinchi bor chizgan suratim uchun chindan afsuslandim. Bundan 2 oy avval pul to'plab Turkiyaga Burakka surat sovg'a qilish maqsadida 1200 dona kubiklar olib bordim. Avvaliga mehmonxonaga joylashdim. So'ngra mebel usta topib, surat uchun kartinka yasatdim. Birinchi bo'lib Turkiyaning eng go'zal manzarasida Turkiya hamda O'zbekiston bayroqlarini suratlarini chizdim. Keyingi kun Burakning suratini chizishni boshladim va 2 kun davomida chizib tugatdim. Burakning asosiy restoraniga borganimda esa restoran ahranalari oldiga qo'yishmadi. Bu ishda Burakning aybi yo'q deb, keyingi kun borganimda ham portretni o'zimiz berib qo'yamiz deyishdi. Bu menga yoqmadi va kubiklarni o'zim bilan Saudiyaga olib bordim. Kubiklardan Madinada Ka'baning suratini chizib, o'zbek restoraniga esdalik uchun qoldirdim. 25 kunlik sayohatim tugagach O'zbekistonga qaytdim. Bundan 20 kun avval Burak Toshkentdan ikkinchi restoranini ochdi va O'zbekistonga keldi. Bu gal ko'rish nasib qilar deb sovg'a qilish maqsadida katta qilib yana bir bor surat chizdim. Burak ichkariga kirgan vaqtda 3-4 marotaba yordamchilari unga surat chizganim haqida xabar qilishdi. Afsuski Burak shuncha qilgan mehnatimga hatto qayrilib ham qaramadi. Keyin tushunib yetdimki, unga bu narsaning umuman qizig'i yo'q. Bu holatdan keyin deyarli 1 oy ijod qilmadim. Kayfiyatim bo'lmadi, chindan afsuslandim. Lekin bu holat meni kuchliroq qildi. Bu yog'iga mehnatimni qadrlaydigan insonlarning suratini chizishga o'zimga o'zim va'da berdim. Shu yilning yakunigacha 1 million jonli obunachi bo'lishni maqsad qilganman. Hozircha menga obuna bo'ling. Bu holat haqida siz qanday fikrdasiz? Yozib qoldiring.